Hoji akam, salomatmisiz? Men Sheyx Aljon qori Toshkentdan. Assalomu alaykum. O'zbekiston musulmonlari idorasi Qur'on va tajvid bo'limidan qilyapman. Hozir shu turishda ishda o'tiribmiz. Sizni Hoji akam avvalambor Ramazoningiz bilan qutlaymiz va bu farzandingiz qanday bir oliyjanob farzand ekan. Alloh hammamizga shunday farzandlarni nasib ro'za aylasin. Bugunlik bu Qur'on nozil bo'lgan kunlar, tunlar, barakatli kunlarda bu o'g'limiz maşallah farzandingiz Qur'onni hofizi, homili bo'lib, sizga endi tojlarni muborak bo'lsin deymiz. Muborak bo'lsin tojlar. Maşallah bu o'g'lingiz Qur'onda hofizi bo'libdi-ku, homili bo'libdi. Bizdan hozir shu duo so'rab, dadamga shu xabarni siz bersangiz deyapti. Maşallah. Onalarga ham muborak bo'lsin, sizlarga ham muborak bo'lsin. Ilohim hamma farzandingizlar mana shuni ahli Qur'on bo'lsinlar. Boshlaringizga izzat, viqor tojini kiydiradigan ahlullohlar bo'lsinlar. Biz juda ham xursand bo'ldik. Bizni taklif qildik, bizni idoramizga keling, uyimizga, xonadonimizga keling.